Parrandalarni boqishda yem xarajatini keskin kamaytirishni xohlaysizmi? Unda qora askar pashshasi lichinkalari bilan tanishing. Uy sharoitida buni qanday qilib oson yetishtirish sirlarini aytaman. Birinchidan, ularni qayerdan olamiz? Buning eng oson yo'li hovlida yoki issiqxonada bir idishga chirigan meva, sabzavot yoki organik chiqindilarni solib, ustini ochiq qoldirasiz. Hidi chiqishi bilan tabiatdagi tayyor pashshalar o'sha yerga kelib tuxum qo'yadi va qisqa vaqt ichida o'sha yerda lichinkalar paydo bo'ladi. Agar tayyori kerak bo'lsa, e'lonlar saytlardan ham ozroq topib boshlasangiz bo'ladi. Ikkinchidan, ularning miqdori 5-6 ta lichinka bilan ish bitmaydi. Avval boshlanishiga bir hovuch yoki undan ko'proq olib kelib tashlasangiz, ularga meva qoldiqlarini berib tursangiz, ular juda tez ko'payib, qisqa fursatda minglab va millionlab miqdorga yetib, qalin oqsil massasiga aylanadi. Uchinchidan, muhit va harorat. Lichinkalar tez va mukammal rivojlanishi uchun xona yoki idish harorati doimiy ravishda 25 dan 30 gradusgacha bo'lishi shart. Sovuqda ular o'smay qoladi. To'rtinchidan, ozuqasi. Ularga maxsus narsa kerak emas. Oshxonadan ortgan meva-sabzavot qoldiqlari, tarvuz postloqlari, kepak va har qanday organik chiqindini berishingiz mumkin. Bularni shunaqangi ishtaha bilan yeydi. Beshinchidan, muddat va yigib olish. Chiqindiga tashlangan lichinkalar atigi 7 kundan 14 kungacha bo'lgan qisqa vaqt ichida kattalashadi. Bular qanotsiz bo'lgani uchun uchib ketmaydi. Tayyor bo'lgach, o'zlari quruq joyga intilib chiqib ketadi. Siz ularni osonlikcha yigib tovuqlarga tiriklayin berasiz. Natijada tovuqlar keskin tez vazn yigadi va kasallikka chidamli bo'ladi. Foydali ma'lumotni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'ying va videoni saqlab qo'ying.